Xorazmda eng ko'p uchragan kasalliklardan biri bu shubhasiz sahrobola. Ya'ni sahrobola bilamiz, to'g'ri ovqatlanish kerak, ko'p narsalarni yeb bilmaydi. Aynan mana shu sahrobola uchun ajoyib bir tavsiya qilacakman. Non, ya'ni yupqa nonlarni yeb zerikkanlar uchun shunday do'yimli nonlarni tavsiya qilacakman. Birinchi nonimiz yana lablaygi non. Ko'ribsizlar, tarkibida faqatgina lablaygi bo'ladi va dietada yurganlar ham, sahrobolar ham bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Keyingisi esa kadal o'zimizning Xorazm kadasidan yana non yapılgan, doyumlu yeri, həcət yesangiz bo'ladi. Eng muhim yuqorida aytganimdek, sahri borlar ham, iyi diyeta yurganlar ham bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Bu esa Gretsiyaning unundan yana ko'ribsizlar, doyumli non. Bu yana zig'irdan tayyorlangan nonlar, yana bemalol o'zimizning Xorazmdan Urganchdan topib yesangiz bo'ladi. Bu nonlarni neden topaman degan bo'lsangiz, Urganchda yana bunday Xorazmga ko'chsa, yana bunday gastronom shoda yana Shahnoz akamning yana meni Shahnoz aka bekiri. Shora yersangiz, xudo xolosa, hozir ko'rsatib o'tgan hamma nonlarimiz yana dietishni sahrobola bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi.